Viloyatga taksi qilib turib bir kunning o'zida necha pul ishlab topsa bo'ladi? Biz hozir shuni ko'rib chiqqani, viloyatga taksilik qilib ko'ramiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Toshkentda viloyatga qatnash o'zi juda ham qiyin, chunki yo'l odamni ancha charchatib qo'yadi. Undan tashqari yo'lda radarlar juda ham ko'p. Aytgancha juda ham ehtiyot bo'lib haydashingiz kerak, chunki shunaqa katta yuk mashinalari yo'lda sizni siqib qo'yishi yoki yo'lingizga to'satdan chiqib yuborishi ham mumkin. Va shuning uchun shunaqa katta avariya holatlari bo'ladi. Meni bitta omadim kelgan tarafi batareykasi juda ham kuchli bo'lgan. Honor X7 da smartfonimni olib yo'lga chiqqan edim va radarlarga ham qarab ketdim. Zaryadkam ham anchaga yetdi, tez tugab qolmadi. Ustunli taraflariga keladigan bo'lsak, chang va suvga ham chidamli. Mabodo yo'l bo'yi qo'lingizdan tushib ketsa ham umuman hech narsa qilmaydi. Chiqib haqiqiy jaydari telefon ekan. Toshkentdan Samarqandgacha 5 soatda kirib keldim. Benzinga bo'lsa yarim bayt ketdi, taxminan 230 ming so'm. Shuni bildimki, benzinni umuman taksi qilmaslik kerak ekan. Viloyatga taksi qilib turib nechta pul topish mumkinligini bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, telefon sizga yoqdimi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.